mebelchilar mashinik deyishadi. Mashinik mebelchiga uchramaslik uchun nimalar qilish kerak? Videomiz o'sha haqida bo'ladi. Sal cho'zilishi mumkin, lekin foydali bo'ladi degan umiddaman. Bizga haftasiga 2 marta, 3 marta telefon bo'ladi. Kimlargadir mebel yasattirishgan, qolib ketgan, mana shuni davom ettirib beringlar, chala qoldirib ketdi, shunga o'xshagan narsalar. Nimaga mana shu narsalar bo'lyapti? Nimaga mebelchi mashinik degan nom chiqyapti? Asosan mijozlar tarafdan ham xatolik o'tyapti. Zakaz berishdan oldin sizlarda vaqt bo'ladi. O'ylaysizlar, boshqa qilasizlar, remont qilib deysizlarmi, uy olishinglar, vaqt bor-da. O'sha paytda kamida 10 ta mebelchini kuzatinglar. Instagramda yoki sotshetlarda aktivmi? Uni odzivlarini ko'ringlar. Necha yildan beri bu bor. Sexi bormi, showroomi bormi, xodimlarni opiti qancha? Shu narsalarga qaranglar. Xodimni ushlash o'zi bo'lmaydi, sexi ushlash o'zi bo'lmaydi, showroom ushlash o'zi bo'lmaydi. Uning uchun qancha opitli mebelchi bo'lish kerak. Yaxshi mebelchi arzonga ishlamaydi. Dilu mebelni narxi $10,000, tan narxi $8,000 bo'lishi mumkin. Lekin qanaqa qilib 10,000 deb etib turgan, yaxshi mebelchi etib turgan narsaga $8,000, $7,000 ga zakaz berib yorasizlar. Arzon narsa etyaptimi? Sizlarga ham arzon narsa qo'yayotgan bo'ladi. Yaxshi mebelchilar yaxshi narsa ishlatadi, ertaga mijoz qaytib kelmasin, ertaga sifati mamnaqa bo'ldi deb perdelka qilish juda og'irga, juda qimmatga tushadi. Biz o'zimizga 15 yil bo'ldi. Qaysidir holatda biz ham ideal ishlaymiz deb aytolmaymiz, xatolik bo'ladi, lekin uni sabablarini qilib xatoni yo'qotishga harakat qilinadi, lekin hech qaysi zakazni oxirgacha olib bormasdan tashab ketilmaydi. Normalniy mebelchi foyda qilmasa ham oxirgacha olib borib qo'yadi. Endi bu bitta sabab edi. Ikkinchi sabab, avans berdim, bo'ldi, srok yoqildi deyshadi. Avans berdi, srok yoqildi emas. Avans berganda biz avans olishga harakat qilamiz. Qanchadir bo'lsa ham mijoz ketib qolmasin, tili zo'r aylanadigan mebelchilarga ketib qolmasin degan maqsadda avans olib qo'yiladi, kam bo'lsa ham olinadi. Undan tashqari boriladi, dizayn hozir dapatalka bo'lib ketyapti. Gips karton razmer beriladi, santexnika razmer beriladi. Polli urvinini kutiladi, dizaynlar orada almashib qolish mumkin bo'ladi. Shu narsalardan keyin oxirida start beriladi. Endi mebelchi kroyga berish, ishlab chiqarishga berish jarayonida kamida 200 ta sotuvchi bilan kroychi kamida 200 ta narsaga qarash kerak. Kroyga berayotganda, kroyga berayotganda mijoz bilan shartnoma qilinadi. Avans olayotganda shartnoma qilinadi. Kroyga berayotganda ko'p narsaga ahamiyat beradi. Endi uni ishlab chiqarish jarayoni bor. 1000 tadan oshuv detallar bor, uni ichida ishlaydigan. Xato qilish ehtimoli yuqori. Xodimlar ham ko'pida har xil muammolar bor. Muammolar qanaqa bo'lishi mumkin? Xodim o'zim qilsam, men ko'p foyda qilaman deb uzoq muddat ishlamaydi ko'p xodimlar. Lekin bizning xodimlarimiz 15 yildan beri ishlayotgan xodimlarimiz ham bor. Keyingi sabablari haqida gaplashadigan bo'lsak, tender qilyapsizlar. Kamida 3 ta mebelchi qatnashyapti. Endi uni ichida nima qilib beryapti bu narxga? Nima qancha garantiya beryapti? Solishtiringlar, showroomi bor, boshqa narsa solishtirganinglarda ichidagi endi detalni kiringlar. Nima kraska, nima furnitura, nima narsalar ishlatyapti, purkre ishlatyaptimi, kromkani, qanaqa birlisini ishlatyaptimi, 0.4ni ishlatyaptimi, qog'oz ishlatyaptimi, o'sha narsalarga qarash kerak. Qanaqa stanokda chiqyapti, Xitoykidami, Nemetskida chiqyaptimi, u narsalarga qaranglar. Bu narsalarga tushmaslik uchun eng yaxshisi interyer dizayner bilan ishlasanglar, bu narsalar sizlarga 50% gacha kamayadi muammoinglar. Va mayli dizaynerni xarajat deb biladigan bo'lsanglar, lekin u xarajat emas. Ular sizlarni pulinglarni ekonom qilyapti, sizlarni sog'lig'inglarni ekonom qilyapti, asabiylarni ekonom qilyapti. Bitta mebelchi bilan emas, boshqa sohalarda ham sizlarni oldinglardan oladigan odamlar. O'shaning uchun sizlar o'zingizlar yaxshilab o'ylanglar, filtr qilinglar, kimga zakaz berishni o'zingizlar o'rganib chiqib, o'shalarga zakaz qilinglar. Bizga zakaz qilinglar deb ham aytmaymiz. Bizani kuzatishda davom etinglar, shunaqa foydali videolarni qo'yishda davom etamiz.